Bugun sizga mahalliy g'oyalarni xalqaro darajaga olib chiqishga harakat qilayotgan tadbirkorlardan birini tanishtiramiz. Ilhomjon Boqijonov, Kapayurt va Ayla loyihalari asoschisi. Uning faoliyati turizm, madaniyat va xalqaro hamkorlik yo'nalishlarida yangi imkoniyatlar yaratishga qaratilgan. Kapayurt loyihasi orqali an'anaviy milliy me'morchilik zamonaviy turizm konsepsiyalari bilan birlashtirilmoqda. Bu loyiha nafaqat mahalliy, balki xalqaro mehmonlar uchun ham yangi tajriba maydoni sifatida shakllanmoqda. Ilhomjon Boqijonov biznes diplomat Global Exchange 1 rezidenti sifatida Avstraliya, Yangi Zelandiya va Malayziyada o'tkazilgan biznes dasturlarida ishtirok etdi. Ushbu dasturlar unga xalqaro bozorni yaqindan o'rganish, yangi hamkorliklar o'rnatish va global fikrlash doirasini kengaytirish imkonini berdi. Bugungi kunda bu tajribalar uning loyihalarini yanada kengroq rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Mahalliy tadbirkorlikni global darajaga olib chiqayotgan tadbirkorlar biznes diplomatning asosiy kuchidir.